Barchaga assalomu alaykum. Bu videomizda juda foydali video bo'lib, O'zbekistonga chetdan kirib kelayotgan telefonlar va O'zbekistonning ichida turib ham ro'yxatga olinmagan telefonlar ishlamayapti. Shuning uchun men sizlarga hozir oddiy telefon bilan, qo'l telefon bilan uyingizda turib ham qanday qilib o'tkazishni ko'rsataman. Bu juda oson, hech qanday pochtaga borish shart emas. O'zingiz o'z qo'lingiz bilan, o'z telefoningiz bilan o'tkazasiz. Buning uchun faqat telefon kerak, internet kerak bo'ldi, pasport kerak. Eslatib o'taman, pasportingiz 6 oydan oshmagan bo'lishi kerak, davlat bilan kirdi chiqdi qilgan bo'lishi kerak va bitta pasport bitta telefonni o'tkazadi, ikkinchi telefonga bo'lmaydi va bitta nomer telefon bitta telefonga o'tadi. Shuning uchun har bittasiga bittadan. Kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarimni doim kuzatib boring. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Buning uchun telefonda yulduzcha rashodka 06 rashodkani teramiz, email kodini chiqaramiz. O'sha email kodini mana shu birinchisi, ikkinchisi, mana shu email kodni kiritamiz. Agar birinchisini xohlasangiz birinchisini, ikkinchisini xohlasangiz ikkinchisini, xohlasangiz ikkinchisini ham, ikkalasini ham kiritishingiz mumkin. Xohlasangiz bittasini kiritishingiz mumkin. Xo'sh, birinchi navbatda sopchinaga kiramiz. Telefondagi sopchinaga. Mana bu noviga bosamiz. So'zatga kiramiz. Kirimizdan keyin 1170 ga o'sha biz kiritmoqchi bo'lgan telefonning email raqamini kiritamiz. Masalan, men o'sha email kodni o'zim kiritmoqchi bo'lganimni hozir kiritaman. Xo'sh, 35 Mana men kiritdim email kodni. Endi otravitga bosib jo'nataman. Bu yerdan bu email kod qanday holatligini bizga jo'natadi. Otravitga bosamiz. Mana keldi bizga. Mana shu email raqam. Mana shu email raqam jo'natganimga mana keldi. Xo'sh, email kod O'zbekiston Respublikasi hududiga foydalanish taqiqlangan. Email tizimidan ro'yxatdan o'tkaziladigan so'ng foydalanish uchun ruxsat etiladi. Qurilmangizda jami 2 email kodlarini tekshiring deyapti. Ikkinchisini ham tekshirishingiz mumkin. Mana pastida Samsung Galaxy A30. Endi Google ga kiramiz. Endi Google ga kirganimizdan keyin poyezga kiramiz. Yozamiz. Xo'sh, uz email mana birinchiga chiqdi. Birinchiga bosamiz. Mana birinchisi chiqdi mana. Shu uz email uz chiqdi. Shunga bosamiz. Mana chiqdi uz email uz sayti. Mana bu yerda ham email kod kiritib tekshirsangiz bo'ladi. Lekin bu yerda sal hozir internet unchalik nima emas, yaxshi emas. Shuning uchun mana yerda mana ma'lumot beryapti. Mana ma'lumot beryapti. Email kod agar 1 oy ichida ruxsat beriladi ishlatishga, muddati beriladi. Shu muddatni o'tmasdan o'tkazsangiz, mana 46600 so'm. 1 oydan muddatdan o'tgandan keyin telefoningiz o'chadi, sim joyi. Shuning uchun undan keyin 55750 so'm to'lanadi. Mana ma'lumot beryapti, o'qib chiqishim mumkin. Xo'sh. Mana bu yerda telefon raqamiz. Telefon raqam bitta telefon uchun bitta telefon raqam kiritiladi. Bitta nomer. Shunisini ham hisobga olinglar. Bitta nomer bilan ikkinchi telefonni o'tkaza olmaysiz. Mana bu yerda pasport seriyasi, mana bu yerda pasport raqami. Mana bu yerda G-share kiritiladi. Keyin o'sha siz o'tkazmoqchi bo'lgan email kodni mana shu yerda o'tkazasiz. Keyin mana bu yerda mana bu chalg'ituvchi kodni kiritasiz. O'tadi. Endi pasportni seriya nima, G-share nimaligini men sizlarga ko'rsataman. Xo'sh.
Xo'sh. Mana bu pasport. Pasport bo'lsa, mana bu ikkita A turibdi. Mana ikkita A turibdi. Bu seriyasi. Keyin mana bu birdan buyoqqa 7 ta raqami bo'ladi. Pasport seriyasi bo'ladi. Endi jishirga kelsak, mana bu pastida ko'rib turganingizdek M harfi bor. M'dan keyin 7 ta raqam tashlaymiz, sanaymiz. 23, mana 23, 04, 02, 3 keyin. To'g'rimi? 3. Mana 3 ga kelib to'xtaldi. Mana shu 7 ta raqamdan keyin yana bitta 3 bor, ko'rib turganingizdek. Shu 3 dan keyin 14 ta raqam sanaladi. 14 ta raqam bu yoqqa qarab ketadi 18 gacha. 18 gacha aniq точно kiritish kerak. Jishir degan joyiga 14 ta raqam bo'ladi. Jishir shu. Pasport seriya mana bu yerdan raqami shu. Bo'ldi, boshqa narsa kiritilmaydi. Xo'sh, endi kiritamiz. Endi men nomer telefon kiritaman. Nomerni kiritdim. Endi pasport seriyani kiritamiz. Endi raqamni kiritamiz. Mana kiritib bo'ldik. Seriya bilan raqamni aniq yaxshilab tekshirib 7 ta raqam kiritildi. Endi jishirni kiritamiz. Shoshilmasdan. Mana jishirni kiritdim. Endi biz o'sha telefonni o'tkazmoqchi bo'lgan IMEI kodini kiritamiz. Farqi yo'q, birinchisimi, ikkinchisimi farqi yo'q. Mana IMEI kod kiritdim. Endi mana bu yerga shu chalg'itish kod kiritish kerak. Yaxshilab e'tibor berib, chunki bu chalg'ituvchi. Bo'ldi. 137, 154. Endi davom etishni bosamiz. Xo'sh. Mana bu yerda siz o'sha telefoningiz 2 sim kartalik bo'lsa, ikkinchi sim karta joyini ham mana shu yerda kiritsangiz bo'ladi. Ikkinchi IMEI kodni. Bo'lmasa bitta joyini o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bitta joyda o'tkazaversangiz ham bo'ladi. Endi mana bu yerda SMS dan kodni kiriting deyiladi. O'sha siz kiritgan telefon nomeringizga SMS deb kod boradi. Masalan, qanday deysizmi? Masalan, mana menga keldi. Mana 1170 dan IMEI ro'yxatdan o'tkazish uchun tasdiqlash kodi 9571. 4 talik kod. Xo'sh, mana shu yerga kiritamiz. Mana shu yerda SMS deb kelgan mana shu yerda. Mana 9571 kod kelgan. Bu oldingisidan sal o'zgartirish kiritilgan degani mana shu. Mana ko'rib turganingizdek, murojaat qabul qilindi. SMS orqali javobni kuting deyapti. Bu SMS deb keladi. Qabul qilingani, qilinmagani. SMS 14 talik kod keladi. Puli bilan hisoblab chiqarib keladi, yuboradi. Sizga soobcheniya telefoningizni soobcheniya joyiga keladi. O'sha pulni borib paynet qilasiz.
5 minutdan keyin telefoningizni bitta o'chirib yoqasiz, bo'ldi, telefoningiz ishlaydi. Boshqa muammo yo'q. Agar bu videoyimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.